Franklarning 5-asr o'rtalariga kelib Rim imperiyasining qo'shni hududlari Sena va Luara daryolari havosiga tahdidlari kuchaya boradi. Franklar davlati Shimoliy Galiyada barpo etiladi. Uning asoschisi Merovingilar sulolasidan bo'lgan Sali Franklar yo'lboshchisi Xlodvig hisoblanadi. Sali Xlodvig buyrug'iga binoan yozilgan bitikdir. Unda meros erkak tomonidan qoldirilishi va har xil jarima jazolar berilishi haqida yozib qoldirilgan. 486-yil Suosna shahri yaqinida Rim qo'shinlarini yengadi va visigotlarni bo'ysuntirib Galiyani egallaydi. Merovingning nabirasi Xlodvig Merovingilar sulolasiga asos soladi va u Rimdagi barcha tahdidda'vogar shaxslarni qatl ettiradi. Va viloyatlarga graflarni tayinlaydi. Xlodvig Rim zodagonlarining yerlariga tegmaydi. Aksincha, Franklarga esa Rim imperiyasidagi tegishli bo'lmagan va bo'shatgan hududlarni bo'lib beradi. Franklar davlati aholisi aralash, ya'ni lotin-german tillarida so'zlashadi va oxir-oqibat lotin tili asosiy rasmiy tilga aylanadi. Franklar davlati boshqaruvi asosan sulola nomidan kelib chiqadi, ammo 10-asrga kelib Parij atrofidagi viloyatlar Ile-de-France nomidan kelib chiqib Fransiya nomini oladi. Ammo bizning o'lkamizda Franklar davlatini falangiston, aholisini esa falanglar deb atashadi. Xlodvig Franklar davlatidagi aholilar va Rim imperiyasidagi aholilarni birlashtirish uchun ularni dinlarini bir qiladi. Ya'ni Xlodvig 496-yilda xristian dinini qabul qiladi.